Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. 5 lik agregatimizni ustanovkasiga kelganmiz. Minusovoy tadbirkorimiz to'g'ri go'sht bilan shug'ullanishadi. Mana shunday samodelka ishlar natija bermagandan zerikib, mana oxir oqibat agregat qo'yilyapti. Bu yerda isparatli eski joylari mana alohida katta xona qilib qo'yish. Mana shu xonamiz. Razmerini 4 ga 4 bo'lsa kerak, aniq bilmayman to'g'risi razmerini. 5 lik Minusovoyimiz to'g'ri go'sht Minusovoyga muzlab kelgan mahsulotlarga yengilroq agregat qo'ysa ham bo'laveradi. Shu mahsulotlarimiz bor shu yerda. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Uch faza to'klarimiz tayyor. Xudo xolisa yog'izib minusga tushirib beramiz tadbirkorimizga.